Assalomu alaykum bolajonlar. Bugun sizlarga uzun quloq quyon haqida ertak aytib beraman. Bahor o'rmonga har doimgidek bu yil ham chiroy ochib kirib kelgandi. O'rmonda bahorni kutib olish munosabati bilan ba'zi tadbirlar o'tkazilayotgan ekan. Bulardan biri an'anaviy poyga edi. Uzun quloq quyon ham bu poygada qatnashmoqchi ekan. Necha kundirki hech to'xtamasdan tayyorgarlik ko'rar ekan. Maqsadi musobaqada g'olib bo'lish. Ammo bu unchalik oson emas edi. Chunki musobaqaga faqat u tayyorlanmayotgan ekan. O'rmondagi ko'pchilik hayvonlar musobaqaga qatnashmoqchi ekan. Shu jumladan sichqoncha Miki ham. U musobaqada qatnashib sovrin olmoqchi ekan. Miki har kuni badan tarbiya qilar, musobaqaga tayyorgarlik ko'rardi. Shunday qilib, uzun quloq va Miki bir-birlaridan bexabar holda turli yo'nalishlarda, ammo bir joyga qarab yugurishar edi. Ikki do'st ham oltin medal meniki bo'lishi kerak deb xayol surib yugurib borardi. Ikkisi burilishda to'qnash kelibdi va bir-birlariga urilib ketishibdi. Shundan keyin ikkalasining ham hafsalasi pir bo'ldi. Bir-birlarini ayblay boshlashdi. Uzun quloq sichqonchaga dedi: "Ko'zingga qarasang-chi, sal qolsa oyog'imni sindiray deding." Miki ham bo'sh kelmabdi. "O'zing ko'zingga qarab yugurmaysanmi? Men o'z yo'limda yugurayotganimda sen kelib menga urilding. Aybdor sensan." Uzun quloq: "Men an'anaviy yugurish musobaqasiga tayyorlanayotgan edim. G'olib bo'lishimni xayol surayotgandim. Kechirasan," debdi. "Men ham uzr so'rayman. To'g'risini aytsam, men ham sen o'ylagan narsalarni o'ylab ketayotgan edim. Hatto musobaqada qanday g'olib bo'lishimni tasavvur qildim," deb javob beribdi. Uzun quloq musobaqaga birgalikda tayyorgarlik ko'rishni taklif qildi. Miki bu taklifni eshitib juda xursand bo'ldi va darrov rozilik bildirdi. Birgalikda mashq qila boshlashdi. Ammo musobaqada g'olib bo'lish hirsi ikkisini ham tinch qo'ymabdi. Sal avvalgi bir-birlaridan uzr so'raganlarning o'rnini ashaddiy ikki raqib egallabdi. Quyon va sichqon buning bir sport ekanini unutib qo'yishibdi. Biroz narida oldilaridan daryo chiqibdi. Daryoning ustida faqat bir kishi o'ta oladigan ko'prik bor ekan. Har ikkisi ham shu ko'prikdan o'tishni mo'ljallashibdi. Kim birinchi o'tsa, o'sha g'olib bo'lar ekan. Bir vaqtda har ikkisi ham ko'prikdan o'tmoqchi bo'libdi. Natijada daryoning sovuq suviga tushib ketishibdi. Miki: "Meni kechir, uzun quloq. Sen oldinroq kelganding. Senga yo'l berishim kerak edi," debdi. Uzun quloq bo'lgan voqeani dadasiga aytib beribdi. Dadasi: "Maqsad sari intilish yaxshi, ammo sportda mag'lubiyatni tan olish, noo'rin hirslarga mag'lub bo'lmaslik va to'g'ri bo'la olish yanada ahamiyatliroqdir," deya nasihat qilibdi.